Jizzax viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Ulug'bek Mustafoyev Paxtakor tumanida viloyatda faoliyat olib borayotgan yosh fermerlar bilan ochiq muloqot tarzida uchrashuv o'tkazdi. Uchrashuv prezidentimiz tashabbusi bilan amalga oshirilayotgan dasturlar doirasida yoshlarni qishloq xo'jaligiga keng jalb etish, ularni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etildi. Tadbirda tuman va viloyat mutasaddilari, tajribali agronomlar, qishloq xo'jaligi vakillari hamda yoshlardan iborat fermer xo'jaliklari rahbarlari ishtirok etdi. Uchrashuv davomida Ulug'bek Mustafoyev yoshlarning agrar sohaga bo'lgan qiziqishini yuqori baholadi. Jizzaxda so'nggi yillarda yuzlab yoshlar fermer xo'jaliklari tashkil etgani, ular tomonidan zamonaviy issiqxonalar, tomchilatib sug'orish tizimlari joriy qilinayotgani, ekspertbop mahsulotlar yetishtirish yo'lga qo'yilganligini alohida e'tirof etdi. Yurtimizda yoshlarga ishonch bildirilmoqda, ularning bilim va salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun barcha sharoitlar yaratilmoqda. Paxtakor tumanida bu yo'nalishdagi ishlar namunali tarzda olib borilmoqda, deydi viloyat rahbari. Fermerlar bilan bo'lgan muloqot chog'ida ularni qiynayotgan masalalar ham ochiq muhokama qilindi. Yosh fermerlar tomonidan ilgari surilgan takliflar, chorvachilik uchun alohida kredit liniyalar ajratish, agrosanoat mahsulotlarini eksport qilishga ko'maklashish, agrotexnika ko'rgazmalari tashkil etish kabi tashabbuslar ham ijobiy qabul qilindi. Uchrashuv yakunida faol va tashabbuskor yosh fermerlarga viloyat hokimligi tomonidan minnatdorchilik bildirildi. Ularning ayrimlariga zamonaviy texnikalar, sifatli urug'lik va subsidiya hujjatlari rasmiylashtirishda yordam ko'rsatilishi aytib o'tildi. Qishloq xo'jaligi mamlakatimiz iqtisodiyotining tayanch sohalaridan biri. Shu sohani egallagan yoshlarga biz doim yordam qo'lini cho'zamiz. Ularga ishonamiz, deydi Ulug'bek Mustafoyev yakuniy so'zida. Bunday uchrashuvlar yoshlarning faolligini oshirish, ularning hayotiy tajribasini boyitish, eng muhimi, kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.